Xitoy Kommunistik Partiyasining qattiq nol tozalash siyosati ikkilamchi ofat va davolashni talab qilishda qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Ommaviy taratqularda Sharq Turkistonning Urumchi shahridagi zo'r miqdordagi davolanish yordam uchurlarining o'chirilganligi, doktorxonadagi doktorlarning karantinda ekanligi, qarab turib bemorlarning o'lib ketayotganligi oshkorlangan. Xitoy hukumatining ichki sin yig'inida Urumchining Tianshan rayonida kuniga 5000 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi e'lon qilingan. Yig'inda barliq sorunlarni ayirib o'tish nuqtasi qilib ishlatish orqali 1-2 kun ichida 0 saviyaga tushirish kerakligini talab qilgan ekan. 20 oktyabr kuni Urumchidagi bir torda sinalg'u lentisini oshkorlab, 19 oktyabr kuni tushdan keyin tog'asining mingsiga qon tushib doktorxonaga oparganligini. Natijada doktorxonaning bosh doktori, operatsiya qilgan doktorlar karantinda bo'lganligi uchun davolaydigan doktor yo'q, tog'asi o'lib ketgan ekan. Ko'pincha doktorxonalar faqat yadro kislotalik tekshirishda manfiy chiqqan bemorlarni qabul qilgan bo'lg'achqa, yadro kislotalik tekshirishda musbat chiqqan bemorlarning davolanishi qiyinlashtirib etilgan. Hamda birma-bir yuqoriga doklad qilib tasdiqlangandan keyin ondan ularni qizil kod doktorxonasiga yetkazilib bo'ladi ekan. Hozir Urumchida 7 seriq kod doktorxonasi va 3 qizil kod doktorxonasi bor ekan. Yuqumning uzluksiz tarqalishiga ergishib, davolash ehtiyojini qondira olmagan ekan. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishlari tashqi dunyoga ko'plab ma'lum bo'lgan. Hamda xalqaroda buning qarshi kuchli tanqid sadolar o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoy hukumati tezdan buning qarshi choralarini ko'rishga boshlagan. Buningdagi tipik bo'lgan ta'tir tashviqot harakatlarining biri dunyo miqyosida ko'rilish nisbati eng yuqori bo'lgan. Ammo Xitoyda to'liq ma'ni qilingan YouTube kanalida Uyg'urlarning baxtiyor hayoti, Sharq Turkistondagi inoq jamiyat tashviq qilingan g'oyat zo'r sondagi madhiya filmlarining paydo bo'lishida aks etgan. 20 oktyabr kuni Avstraliya Strategiyalik siyosat instituti tayyorlab chiqqan bu haqdagi zo'r hajmlik doklad e'lon qilinib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar haqidagi tashviqot urushida qanday vositalarni qo'llanganligi, buning xalqaroga bo'lgan ta'siri hamda ijtimoiy taratqularni janggoh qilgan bu tashviqot urushining xalqaroda ming'yushni qanday amalga oshirganligi tafsili bayon qilingan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xi Jinping rahbarlik qilayotgan Xitoy hukumati bir yoqdan Sharq Turkiston, Tibet va ichki Mo'ng'ul qatorliq joylardagi zulmni kuchaytirsa, yana bir tarafdan bu zulmning mavjudligini qat'iy inkor qilish mavqesini qo'llangan. Tashqi dunyoning bu haqdagi ayblashlari va tanqidlariga nisbatan g'oyat zo'r sonda tashviqot filmi tayyorlab, bu joylardagi, jumladan irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan Sharq Turkistondagi hayotning naqadar go'zal va orombaxsh ekanligini tashviq qilgan. Bu xildagi filmlarda Uyg'ur artistlar o'tirg'i chiqib, atalmish Xinjiangda hayot tinchlik va bayoshatlik ichida davom qilyotidi. Bu joyda qirg'inchilik bo'lyotidi, majburiy emgak davom qilyotidi deganlar uchiga chiqqan yolg'onchilar degandek so'zlarni qilgan. Yana ba'zilari chet ellik sayohatchilar siyoqida o'tirg'i chiqqan bo'lib, bu joyda hech qanday salbiy hodisalarni ko'rmaganligini ta'kidlagan. Xalqaroda sifirli qurilish sohasida ko'zga ko'ringan mutaxassislardan Kendrick Chan bu haqda so'z qilib, bu kishilarning qanday kontrollik yoki qanday tahdidlar ostida bu filmlarni ishlaganligini ehtimol biz mangu bilinmasligimiz mumkin degan. Dokladyan alayda qilib YouTube kanalining bu xildagi siyosiy tashviqotlarga so'rin bo'lib bermasligiga alayda tavsiyalar qatorida o'tirib qo'yilgan. Xitoy Kommunistik Partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultiyi davomlashayotgan paytda Amerikadagi nurg'unlagan asosiy taratqular agar Xitoy Kompartiyasining rahbari Xi Jinping qayta rais bo'lsa, Xitoyning kelgusi yo'nalishi va Amerikaga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilgan. Natijada Xi Jinpingning hokimiyatni davomlashtirishi Amerika uchun foydali ekanligini, uning Xitoy Kommunistik Partiyasining kuchini ojizlashtirib Amerikaga naf yetkazishi mumkin ekan. Amerika ilgari Xitoyning boy bo'lishini umid qilib, shundoq bo'lgandala ideologiyasini o'zgartirib xalqaro erkin jamiyat bilan moslasha oladi deb qaragan. Ammo Xi Jinping vazifaga o'tirgandan buyon Amerika Xitoy Kommunistik Partiyasining mohiyatini o'zgartgan bo'lmaydiganligini tadrijiy to'nib yetib, Xitoy Kommunistik Partiyasini sherik emas, balki raqobatchi deb qarashga boshlagan. Ikki taraf iqtisod, diplomatiya, fan-texnika va harbiy ishlar qatorliq har qaysi qatlamlarda o'zaro tirkishib, Amerika-Xitoy munosabati pastgo'yga tushib qoldi. New York vaqt gazeti 19 oktyabr kuni Xi Jinping Sana rahmat nomli obzor maqolasini e'lon qilib, garchi hozircha aniq bo'lmasa-mu, lekin Xi Jinpingning hukmronligi hamon bir kuni Amerika va boshqa erkin davlatlar tarixidagi eng chong hayron qolarlik yaxshi bishoratlarning bir bo'lishi mumkinligini bildirgan. Maqolada Xi Jinpingning hokimiyatdagi xatoliklar tilga ilingan bo'lib, Xi Jinpingning cheriklik qarash turish urushi keng ko'lamli tozalashga aylanganligi, Sharq Turkistondagi bostirishni Sovet ittifoqi Gulag bilan selishtirishga bo'lganligini, iqtisodiy islohotda iqtisodiy unumi tuvan davlat korxonalarini qaytadan hukmron o'ringa chiqarganligini, Xitoyning xakerlik va bilim mulk huquqini o'g'irlash siyosati Huawei'ga o'xshash dangliq markasini G'arbning nazaridan tushirayotganligini,
nol siyosatining har qaysi shaharlarni odamsiz ochiq turmalarga aylantirganligini, diplomatik ishlarda g'aljirlashganligini, muvaffaqiyatli holda Yaponiyaning qayta harbiy kuchini qurishga, Baydenni Amerikaning Tayvan uchun kurash qildiganligiga va'da berishga ilhomlantirganligi ta'kidlangan. 2022 yılı 6 sentabr yanıdan vazifaga tayinlangan Angliya ayol bosh vaziri Liz Truss 20 oktyabr payshanba kuni bayonot berib, o'zining bosh vazirlik vazifasidan istifa berganligini jakarlagan. Reuters agentligining xabarida bosh minister Trussning sentabr oyida Angliya parlamentiga topshirgan kichik tipdagi xomchot loyihasi pul muomala bozorida davolg'ush paydo qilgandan keyin uning saylan mazgildagi iqtisod to'g'risida qilgan ba'zi va'dalarini amalga oshira olmay qolgan hamda iqtisod ministrini almashtirishga to'g'ri kelgan. 18 oktyabr Ichki ishlar ministri Soilla Birovmanning istifa berishi Truss hukumatining amaliy kuchini texim ojizlashtirib etgan ekan. Truss bayonotida "Men iqror qilamanki, bu xil ahvol ostida men saylan mazgilida va'da qilgan majburiyatlarimni ado qila olmayman. Shunga men podshoh holiylari bilan so'zlashgandan keyin uningga konservativlar partiyasining rahbarlik vazifasidan istifa bermoqchi bo'lganligimni aytdim" degan. Bosh vazir Trussning vazifasidan istifa berganlik sababli Angliyadagi huquq tutib turayotgan konservativlar partiyasi kelgusi bir qancha kun ichida o'z ishida qayta saylam o'tkazishni planlagan. Mazkur partiyaning yuqori darajalik amaldori Biradining bildirishicha, yangi bosh vazir 28-kundan burun saylanib bo'lindi ekan. Liz Truss mayli ilgari yoki vazir bo'lgandan keyin bo'lsin, izchil holda Xitoyga qarshi qattiq pozitsiya turishni tashabbus qilib kelgan.